100 emas 200% vering bo'lib ayta olaman. Hali hech kim Instagramda ham ho'l, ham quruq uborkaga mo'ljallangan pilisosi bunaqa arzon narxda sotmagan. Pilisos shunaqa akkuratli dizaynda, qora va ko'k ranglar bilan kombinировать qilingan. Motorini mощности 1400, ichiga 15 litrgacha ham chang yo'kida suv sig'adi. Komplektdan 2 xil nasatkasi chiqadi. Bittasi влажный uborka uchun, ikkinchisi bo'lsa quruq uborkaga mo'ljallangan. Shlanglari gelvi, g'ijim bo'lmaydi, sinib qolmaydi. Undan tashqari mayda nasatkasi teleskopический trubkasi ham bor. Xuddi shunaqa akva filtrli pilososlarni internet magazinida 1.500 mingdan 1.880 minggacha sotilyapti. Bizda bo'lsa bu model katta chegirmada. Ham bu pilososni boshqa pilososlardan yana bir ustun tarafi bor. Bu tarafidan havoni tortib ketsa ichkariga qarab, orqa tarafida xuddi shunaqa teshigi bor. Bu teshigi orqali havoni puflaydi. Ya'ni oralarga kirib qolgan changlarni shlankasini urilab turib, bemalol puflab chiqarib olsangiz bo'ladi. Allergiyasi borligi ham yaxshi, chunki tek tarafida akfa filtri, tepa tarafida bo'lsa HEPA filtri bo'ladi. Simini uzunligi ham naq 5 metr. Xuddi shunaqa pilososlarni o'rtacha 1.800.000 so'm sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu modelning narxini bor yo'g'i $79 qilib beraman.